Nechta usta ko'rdi endi Chimkentda? Ikkita ko'rdi, bittasi mana u. Bittasi siz. Aveo avtomobili bularda bo'layotgan muammo. Motorimiz yaxshi ishlamayapti. Detonatsiya bilan ishlab turibdi. Hozir shuni ko'rib to'g'rilab beramiz. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Motorlari bir tekisda ishlab turibdi. Hozir buni stage 1 o'ringa moslab, proshivkani yozamiz. Proshivka yozish jarayonida ketyapti. Keyin bularni egalari bilan haydab tekshirib ko'ramiz. Kelishda oldin bunaqa yurmayapti-da, aka? Ha. Dimlanib, siltalab, baqiryaptimi motor? Shunaqa. Hozir yaxshi. Hozir baqirmasdan, tupit qilmasdan yuryapti. Nechta usta ko'rdi endi Chimkentda? Ikkita ko'rdi, bittasi mana u. Bittasi siz. Bitta men o'zim ko'rdim. O'zingizdan ustasizda, to'g'rimi? Ha. Bitta o'zim yaxshi ko'rdim. 3 kun ketdim menga. Men o'zimga 3 kun ketdim. 3 kun tutdingiz. Ha, keyin ustaga olib bordim. Usta 1 kun tutdi. Keyin ular tashib ketdi. Biroq to'g'ri kelmas ekan. Keyin oxiri Toshkentga olib keldingiz. Ha. Toshkentga olib keldim. Xursandsiz aka? Rahmat. Xursandman. Harakat aka. Hammasi yaxshi. Hammasi Allohdan aka. Biz sababchi. Hozircha gapirib yuboray. Gapiravering aka. Xudoy xohlasa keldim. ISA degan servisga. Mashinam bizda o'zi negiz Qozog'istonda jo'n ishlataman qilish. Ishlatamanligi o'sha yerga kelib, Majidga kelib, Adusha ishlab berdi. Bari yaxshi. Bir negandan o'tolmaydi deb detonatsiya meslikni перебой bilan yaxshi ishlayapti hozir. Allohga shukr. Xullas, o'zbekchasini ham gapirib yuboring. Qozog'istondan keldim. Tuzatishga ISA servisiga. Shunda tashab ketdim, xullas. Keldim mana. Mashinam qilib berdi. Bittada zabadit bo'lmasdi. Keyin detonatsiya bilan ishlardi. Zabadit bo'lgandan keyin ikkita 3 tada zabadit bo'lar dedi, keyin detonatsiya bilan ishlardi. Endi Xudoga shukr, zo'r ishlayapti. Kattakon rahmat. Salomat. Kimga shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'lsa, garantiyani sifatini qilib beramiz. O'zimizga murojaat qiling.